Yo'l bo'lsin keling. Oyijon, oyim bilan ketayotgandim. Oyingizga tarbiya bermaganmilar? Bir qonunni so'ramaysizmi? Kecha xo'jayinlardan so'radim oyijon. Bo'pti. So'rab bo'lgan bo'lsangiz, qaynona ham odammi sizga? Voydod, bitta kelinga yorchimadimi? Bitta kelinga yorchimadimmi? Ona, tinchlikmi? Ertalabdan baqa chaqirib qo'yasiz. Xotiningni qara, na hurmat qiladi, na ruxsat so'raydi. Uyga ketar ekan bir kun oldin ruxsat so'rasa o'lib qoladimi yo tili kesiladimi? Ona, nima ekandim man? Ertalabdan voqmizdan. Assalomu alaykum onajon, akajon. Tinchlikmi oyijon, nima bo'ldi? San ham qaynonangga aytmasdan keldingmi, hozir bola? Oyijon, men bobomga ketayotgandim. Ziyoda, uyga borar ekansiz, tog'araga ul bir narsa qilib olmadingizmi? Oyijon, shunda boraman, kelaman, hech nima kerak emas. Hozir to'xtab turing, hozir chiqaman. Qizim, mana bu pulni oling-da, yo'ldan ul bir narsa olib boring uyingizga. Bitta narsani doim esingizda tursin. Uyingizga hech qachon quruq bormang. Rahmat, oyijon. Bilmadim, onajon, mana oyijon unaqa qilmaydilar. Siz mana shuni to'g'ri ish qilasiz. Shu ikkita holatga sizlar qanaqa fikr bildirasizlar? Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar, agar ma'lumot kelmasa.